Biz zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, rivojlanayotgan davlatlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashini transformatsiya qilish va uning tarkibini kengaytirish tarafdorimiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, biz barqaror rivojlanish maqsadlariga xomahang holda demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini olib bormoqdamiz. Ortga qaytmas islohotlarimizni izchil davom ettiryapmiz. Ustuvor maqsadimiz mamlakatimizda yashayotgan har bir oilaning, har bir fuqaroning hayotini tubdan o'zgartirish, inson qadrini va farovonligini oshirishdir. So'nggi yillarda O'zbekistonda kambag'allik darajasini 35% dan 6.6% gacha qisqartirishga erishdik. Bunga avvalo ta'lim va ilm-fan sohasini o'zgartirish, innovatsion tarmoqlar va texnologik sanoat korxonalarini barpo etish, yashil energetika va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, kichik biznesni har tomonlama rivojlantirish va natijada millionlab ish o'rinlarini yaratish orqali erishmoqdamiz.